Kökte tulun vay hem mahliyasine Güzel sermiş say hem mahliyasine Hadiye yitur bahar min çıray sine Suyukligim ona kışlağım yine Suyukligim ona kışlağım yine Niçin seni ican diller bilmedim Suyukligim ona kışlağım benim Yusufjon, burada biraz gapim var mayliga. Marşı Yusufjon, o'zimizni mana shu quloqda qishloqdan bo'lsa ham, qara quloqda bo'lsa ham Umrzoqbo'ning hurmati Ijon qishlog'iman deyapti. Ijon qishlog'i o'zi O'zbekiston xaritasida bitta ikkita bor ekan. Shu Ijon bor yo'q, butun boshqa qishloq ko'p, mana Beshrobod, Toshrobod, Qo'shrobodlar ko'p. Lekin Ijon qishlog'i bor yo'q, O'zbekistonda ikkita ekan, bittasi tog' tomonda. Mana shurda ekan, mana shu qo'shni endi qarang, Umrzoqbo yozmasa, Yusufjon aytmasa, Ijonni endi men Beshrobodda bir o'tirish bo'lganda, "Ay, buni menga ham yozib beringlar" degan, men o'zingni shoiring yozsin degan. Mana boshqa qishloqlar ekanda, so'ng yana yoshlar radiosidan kelib turib, maqtanish bo'lmasin, "Ya Ijonni matiyasi ham bor ekan" degan ekan. Yoshlar studiyasidan kelib turib, Ijonni matiyasi ham bor ekan degan gaplar ham bo'lgan ekan. Buni biz endi og'aynilar bir qishlog'imiz bilan faxrlanishimiz kerak. Har yurtda o'zini menga qarang, qo'shiqchisi bo'ladi. Mana Muhammad Yusuf Vodiydan, xuddi har Yusufjon baraka topsin. Mana shu yurtimizni kuylayaptimi? Ovozi baraka topsin. Shunday bo'lsin. Xudo xolasa, mana Umrzoq endi bu yerda maqtanishga yo'lmaydi. Umrzoq bo'lgan bir kitob chiqdi, qo'llangan oldinglar, kichkina jajjigina kitob. Ikkinchi yana Navoiy Gulshan degan kitob ham chiqdi. Uni ham qo'llanib oldinglar. Xudo xolasa endi boshqa bir Umrzoq bo'g'ani she'rlarni qo'shiq qilib chiqaman men degan niyat bilan bu yoq boshladi, hali tayyor emas. Essiz uvol bo'ldi muhabbat degan qo'shiqni tayyorlab men chiqaman deyapti. Hali tayyor emas, shunday havola qilmadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Meni hurmat qilib, Murodjon mana shu oila hurmat qilib shunchalik yo'l bosib kelibsizlar, gap eshitishda emas. Har bir qadamlaringizga ajr savob bersin. Baraka topinglar. Qo'sha qaringlar. Niyozlar katta bo'lsin. Mana shunday xizmat qilgan hammasi qo'llar dard ko'rmasin. Aynan mana shu Yusufjon davrida xizmat qildi. Baraka topsin, ovoziga ovoz qo'shilaversin. Bir yaxshi niyat bor, Xudo xolasa hali ijtimoiy tarmoqlarda Umrzoqbo'ning she'rini bir qo'shiq qilaman-da. Mayli mendan katta qo'shiq tortib olsa ham mayliga deyapti. Tortib olish bo'ladi. Yaxshiroq aytadi-ku, farqlar imkoniyati. Ha, endi tortib olish ehtimoli ham bor. Lekin bizaki bo'lib qoladi. Shuning ham qadamni, birinchi qadam boshlab beraylik. Rahmat. Shuning ham xursandman. Xursandmiz. Xush kelibsizlar. Yana bir bor xursandman. Endi